Salom o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Biz bugun Mimijon bilan dachaga ketyapmiz. Narsalarimiz tayyor mana. Narsalarni ortishyapti. Camilaga tutib ketibdi zo'mtiga. Mahalliy narsalarni rosa yomg'irda. Yetib keldik mana. Mimi, bering menga sumkangizni. Yaxshi o'tiribsizlar? Bir turli produktalarim bilan keldim. Ko'p mana shu oyoq teri ham tuxum bor edi. Anaqa shukurat ko'p ketadi. Oldi oyoq teri. Voy rahmat, oyog'im ushib qoldi. Alaykum assalom. Voy rahmat. Salqingina, yam-yashil hamma yoq. Mimijon narsa joylayaptilar. Sevara, nima dedingiz meni ko'rib? Ishonmayaptilar Sevara. Chiqaman, oyog'imni tegi so'yasizlar. O'zi lekin qurbonlik dirrasi mol so'yilgan, hamma yoq go'sht. Akamga Anvar so'ydi-yu, men sen chiqqanlar. deb yoqda so'yilganda bu endi Bitta kelganimga oyog'imni tegi so'yasizlar. Akam besdan chiqardi, Orlandiyaga Anvarga katta qo'chqor so'ydi-da. Muxtabar aytadiki, baribir mana shu yo'q narsa emas ekan, bor narsa ekan. Sekin-sekin yengillashib ketdilar, o'sha ihsonga o'tib ketdi anaqaga. Bo'lishi mumkin. Muxtabar, ha. Chunki doktorlar harakat e'lon qilinglar dedi-da. Da, odam qo'rqitdilar-yu bir tog'omlar ham. Harakat e'lon Mana Mimishim suyeli go'sht qaynatib qo'ydilar. Hozir buni suvini to'kib tashlaymiz deb boshqatdan yana naq qilamiz. Suv qo'yib qaynatamiz. Kollagen qilyaptilar. Bizning ovqatimiz pishdi. Mana tezgina shu ovqatni qilardik. Hozir olamiz. Oling Mimi. Sizga suzdim, hozir o'zimga suzaman. Oling. Aychuchum ham sizga, ovqatim sizga. Choy ham sizga. Siz ko'psan yeb qo'yaman. Yevering, ko'p emas. Uzoq yurib keldik, qoningiz ochgan. Ha. Oling, osh bo'lsin. O'zi tog'da ishtaha ochiladi. Mana ishtaha tim bo'ling. Mama qaynadi, suvini to'kaymi? Az qiziq bo'ldi derasa, o'rtoqlar. Menga chiqib keldim de bozorchaga. Opa, menga chiqib ketayotganimda nima dedingiz? Kusachka dedimmi? Kusachka avval dedim. Qidiryapti. O'zi nima edi oti? Zubachiska de. Zubachiskani kusachka dedim. Sal oldin so'radim-da, zubachiska yo'qmi deb o'tdi desam. Keyin yo'q, bor edi, bor edi dedilar. Topa olmadim-da, keyin pasdan keyin bozorchaga chiqib ketyotgandim. Hey, kusachka ham olmagan. O'zingga deydilar. Undan oldin yordamchi qizga nima dedingiz? Ha, ne, men bu eski pilisos qilib qo'ydinglar dedim. Tifalni o'rniga. Tifal. U hayron-da. Bu pilisos bizaniki emas-ku. Nimaga buni qo'yib qo'ydinglar deyaptilar-da. Ko'rsatmayman u. Ha, keyin u vobshe hayron-da. Yo'q, bu eski emas, hojona, bu yangi deyapti-da. Eski-ku deyaptilar-da. Keyin yo'q, hojona, bu shotdiki, o'zinglarniki deyapti, yangi deyapti-da. Keyin anaqa tifalli tutgan ekanlar. Tifalni nima edi? Pilisos dedim men-da. Qarligini aybi yo'q.
Ajoyib. Bahanam bor. Bunaqa voqealar juda ko'p bo'ladi. 2 yil konditsionerni mikrovolnovka deganman. O'zim bilib turib. Shu konditsionerligini bilaman. Gapirsam mikrovolnovka deb gapiraman. Qani. Hozir yaxshi konditsionerlik. Hozir esimda. O'sha payt shunaqa bo'lib qolgan. Shunaqa ajoyib anaqalar chiqadi bizadan. Hadi. Yaxshimisizlar o'rtoqlar? Biz bugun daychada ikkinchi kun dam olib turdik. Bu Toshkentdan salqin. 5-6 gradus salqin yuradi. Tog'li rayon bo'lgani uchun. Yordamchilar mana suvlarni sepib, hammayoqlarni paletga qilib qo'yishibdi. Maza qilib, havodan bahramand bo'lib o'tiribmiz. Ishchiligi bosh bo'lib, keldi-ketdiga qarab turadilar. Shunday yonida soy o'tgan, suv sharilab oqib turadi. Toshkent isib ketganda betlar juda maza bo'ladi. Suvni bo'yida, kravatlarda o'tirsa maza. Teritoriya juda ham katta. Mana bu yoqda ham bor. Xohlovchilar oilaviy bo'lib, ko'pchilik turistlar bo'ladigan. O'rmonlarga o'xshaydi. Men opisaniyada nomerlar qoldirib qo'yaman. Chunki bilaman, so'raysizlar. O'sha nomerlarga telefon qilib, bemalol gaplashib kelsanglar bo'ladi. Hozir men ikkinchi etajdaman-da. Zo'r ovoz eshitiraman. Ham suv sharilyapti, ham qushlar, ham bedana sayryapti. Juda zo'r. Biz kasha qilmoqchimiz, lekin hali sutimiz kelmadi. Bunchani qaynatib qo'yib qo'yaylik. Mayli. Kechroq o'shani sog'ilgan sut bo'ladi. O'shani telefon qilib. Sutimiz keldi. Kasha qilamiz. Hop, bedanani sayrashim. Pishsa, zavtrak qilib olamiz keyin. Mimijon, qanaqa yaxshi o'tirdingizmi? Yo'q. Tuzumisiz? Qo'lingiz qanaqa? Qilib oldim oyog'im teyini. Ha, zaxli qildimi sizga? Yo'q, beringlar bolalar dedim. Oyog'imga zaxli qilib salqindi. Sizga salqinlik qiladi. O'zi oyog'ingiz og'riydi-ku. Siz zo'r, juda ham salqin, daraxtlar ham rosa o'sib ketibdi. Rosa o'sdi. Oldingiga qaraganda. Har bitta daraxt, har bitta gulni qayerdan kelgan, qachon ekkanmiz, kim ekkan, kimdan olganmiz bilaman. Ha, esingizda. Haykallar bormi? Haykal. Mana anu Cho'nib bilan Andijondan bog' shamoldan o'rganib kelgan biz. Adamlar bilan. Ha, adanglar bilan haqqa bo'lsak o'rganib kelardik. Quvadan katta archalar olib kelganmiz. Andijonda Tuvaylarda, daryoda chiroyli. Da, bilaman, rosa tashigansizlar. Men bu yo'lbars, tuya, zebra, sher, laylaylar, nima layla emas, burgut. Laylaylar ham bor. Laylaylar bor-ku, ha? Laylaylar bor. Chaqtoqli bola qilib bergan. O'sha odam topib kelgan bizga. Har bittasini bilaman, deyman. Bu chetdagi izgiriklar qo'qonli odam
qizi bilan Gulchilarmi? turib, ha, 3 kun turib, mana shu yerda ekib ketishgan. Ko'p beta tarix ko'pku. Bu majni derivalar bor, adang sixlardan kelgan. Hozir necha yil bo'ldi bu dachaga? 15 yil bor. 15 yil bo'ldi. Va Ha, endi u paytda ancha bo'pti. anaqa sizlar bilmaysizlar, bu xarob bir axlatxona joyi. Yo'q, bilaman. Mana bu eski uy olinganda o'zi tarixi bor-ku, to'g'ri. Mana bu yoninglardagi qo'shnilarnikida turardik-ku, bularnikida lyuks edi-ku, ha. Eng yaxshi dachalardan edi, biz kelib turardik. Da, sal eslayman men. Eslasang, bir anta erkak to'la axlat, ko'cha hovuz bo'lar, ichida o'rdak bolalar yuradi. O'rdak bolalar yuradi. De hamma yoq iflos o't bosgan. Endi Eski ikkita xona bor edi. Ular endi odamlar yashaydigan xonasi bo'lganda, o'zi yashagan. bular hammasini rasm bor edi. Bir sidra Alisher telefon to'lib ketganda ogohlantiribdi 3 marta telefoning to'lib ketdi deb. Hafsala qilib bir kompyutergami, boshqagami ko'chirmagan, o'sha rasmlar o'chib ketdi. Keyingilari bor. O'sha usta boqqanlari. katta qurilishlarniki bor, ha. Ular bor. Boshidagilari o'chib ketdi. Da. Zalka. U telefonlar u paytda endi pamyati kam bo'lganda, Pamyati kam bo'lgan. 15 yil oldin. Hozirdagi bemalol bo'lmagan. Endi hali bir naryolarni aylantirib, ko'rsatib keladi. Ha, ko'rsatdi bir eslaylik. Adaylardan ham eskalaydi. Har bittasida adang qo'llari bordi. Da. O'zlari havas qilib topib kelib, bitta ikkita tut bordi. Tutni nima qilasiz deganimizda, yo tut baqvat bo'ladi. Kasal bo'lmaydi. Ozgina payt tut to'kilishida tozalasangiz bo'ldi. Keyin Salqini yaxshi-da, tutdi. Boshida o'zingizlar anaqa qilib yurg'izardinglar. Hozir ishchilar ham vashga ko'payib ketdi. 6 ta, 7 ta. Oldin glavari edingiz siz. Yugurib yurardingiz, o'zingiz qarardingiz odamga ham, boshqaga ham. Da. Ustalar boqib. Mana hozir o'shalar rohatini ko'rib o'tiribman. Mana endi xo'jayka bo'lib o'tiribsiz. O'rtalarim bilan yaxshi. Xudoga shukr. Hali ko'rsatasiz naryolarni ham.